Mayda shebini ham tekislaychi, qanaqa chiqar ekan. Alloh qodir qilgancha tekislab ko'rsatib beraman. Qani unda ketdik. Shebin yoyish ekskavatordagi qiyin ishlardan bittasi. Yer yumshoq bo'lganligi uchun qarshilik kuchi yo'q bo'ladi. Keyin o'ynab ketadi. Oldin shag'alni yaxshilab yoyib, trambolka qilib olamizda, shebinimizni yoysak, mana ko'rsatganimdek yoyib ketaversak, tekis chiqadi, bir tekis chiqadi. Hozir 5 minutdan ketgani 100 kvadratdan oshiq joyga shebin yoyib tashladim. Men bunaqaman deb maqtanadiganlar bor, negativchilar. Yo'q. Hozir men buni bittalab kavushda tortib yoyganingizda 5 minut, yarim soat vaqtingiz ketadi 100 kvadratga. Men hunarimni odamlardan yashirmayman. Hamma ko'rsin. Mana 11 yil bo'ldi ekskavator boshlagan. Mendan oldin kelganlarni ham bilaman, mendan keyin kelganlarni ham bilaman. Mendan oldin kelib, hali ham yaxshi bo'lib ketmaganlarni bilaman. Mendan keyin kelib, mendan ham zo'r bo'lib ketganlarni bilaman. Hamma rizq Allohdan. Meni rizqimni yeb ketadi, ekskavator chiqib qo'yib ketadi deb hunarimni yashirmayman men. Haqni aytsang urarlar, xushomadni suyarlar. Ikki o'g'ri bir bo'lsa, bir to'g'rini tuyarlar. Negativchilar kommentariyaga olg'a.